Salom do'stlar. Bugun siz bilan PUBG va yoki Free Fire ilovasini download qilishni o'rganamiz. Buning uchun sizlarga oson ilovasi kerak bo'ladi. Mana oson ilovasiga kiramiz. Oson ilovasiga kirgandan keyin nomeringizni, ya'ni o'zingizning shaxsiy nomeringizni joylaysiz va sizga kod keladi, shuni kiritasiz. Men u ishlarni qilib bo'lib parol kiritasiz. O'sha parolga kiritamiz. X ni bosib mana bu yerdan oson ilovasiga kira olamiz. Birinchi bo'lib mana shu joydan o'rganib olsak, to'ldirish, ya'ni bitta shaxsiy bank kartangiz ham bo'lmasa ham to'ldirish mumkin. O'zini kartasi bilan. Qanday qilib? Masalan, ko'chadagi oson paynet shaxobchasiga borasizlar va oson hamyonni qidirasizlar. Oson hamyonga qanchadir pul tikib, sizdan 2% nima deydi? 2% komissiya olinadi. Bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Va qidirish eng tepasida turgan qidirish joyiga shu Free Fire PUBG deb yozasizlar. Hozir ko'rsatilmaydi, lekin men anaqada yozib, chunki nimaga ko'rsatilmaydi? Bu bank kartasi ulangani uchun ko'rsatilmaydi. U payme, klik hammasida ko'rsatilmaydi. Shunga rasm qilib ko'rsatib ketaman. Mana hozir ko'rinmayapti sizlarga, lekin men rasm qilib ketaman. Mana Free deb yozamiz. Mana Free Fire Global. Va tanlash degan joyi bor. Tanlash degan joyini bosamiz. O'zimizga kerakli diamonds, ya'ni 100 olmaz, 210, 530, 1080, 2200 tanlaymiz. Masalan, 100 deylik. Mana tanlov ma'lumotlarini bosamiz. 11934 so'm. Mana 11000 o'zingizlarga 13 mingdan sotsangiz ham 1000 so'm foyda. Yoki 15 sotsangiz ham o'zingizga foyda. Yoki kubok. Hozirda kubokga download qilish uchun 10% chegirma bo'lyapti. 63 so'm tanlaymiz. Mana 63 so'm narxi. Deyarli 11000 so'm. 11000 so'm. Meni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Obuna bo'lib, like va kommentariyani bosib qo'ying. Har doim sizga kerakli bo'lgan videolar chiqib keladi. Xayr.